Sitora Farmonovaning eri qamaldimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Sitora Farmonovaning o'zining Instagram sahifasiga ochiqchasiga sevimli rafiqa va ambasador Xonsaroy Uz deya yozib qo'yganligi keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir vaqtda Xonsaroy qurilish kompaniyasining bosh direktori qamoqqa olingan degan xabarlar tarqaldi. Ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra uni bosh prokuratura aynan bugun qamoqqa olgan, ya'ni Yashnobod sudi tumani. Tadbirkorni 190 milliard so'm mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblamoqda. Gap shundaki, Xonsaroy qurilish kompaniyasi direktorlari tasodifan g'oyib bo'lgan. Xabar berilishicha, deyarli barcha mashhur blogerlar reklama qilgan mashhur Xonsaroy kompaniyasi ustidan tergov boshlangan va kompaniya mas'ullari qamoqqa olingan degan gap so'zlar chiqdi. Bu ma'lumotlar paydo bo'lishiga esa Xonsaroy kompaniyasi 16 million dollar mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanmoqda. Xabaringiz bor, bir necha oydan beri Xonsaroy qurilish kompaniyasi tegishli bo'lgan ba'zi bir mish-mishlar bolalagan edi. Xususan, aktrisa Sitora Farmonovaning Xonsaroy asoschisiga ikkinchi ayol bo'lib tekkani, bundan tashqari Xonsaroy asoschining birinchi ayoli 6 ta farzandi borligi va o'zining Xonsaroy asoschilaridan biri, ya'ni turmush o'rtog'i bilan birgalikda Xonsaroyga asos solgani haqida aytib bergandan so'ng, Farida Kulmatovaning, ya'ni Xonsaroy asoschisining birinchi ayolining Instagram sahifasida ham tavsifdan g'oyib bo'lgan edi va bu keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan buyon ijtimoiy tarmoqlarda qurilish to'xtatilgan yoki bo'lmasam qurilishga rasmiy hujjati bo'lmagan kompaniyalar ham o'zlarining qurilishlarini reklama qilayotgan bir paytda videolar tarqalmoqda. Xususan aynan bu holat, ya'ni qurilishga ruxsat berilmagan qurilish obyektlari allaqachon reklama qilinayotgan holatlar Xonsaroy qurilish kompaniyasida ham sodir bo'lgan. Butun O'zbekiston xalqini shuni so'rab qolamanki, har qanday qurilish kompaniyasidan uy olayotganingizda albatta ularning qayr QR kodlari borligi, hujjatlari bor yo'qligi, qurilish obyektlari ruxsati bormi yoki yo'qligiga e'tibor berishingizni so'rab qolamiz, deydi barcha davlat xodimlari. Shunday ekan, bu videoni uy olamiz deb yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Video ostida kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, videoga like bosishni unutmang.